Hı. Bilmayman kimni. Ha, yo'li yo'qmi? Yo'l bordir ya. Iring o'rgin chiqamiz qay. Neyni buni berib. Do'stlar, bugun Oltinaga keldik. Baliq markazi bo'ldi. Baliq markazi yoki majbur ko'chalarni bu yerda cheksak. Bu yerga hamma turklar yashaydi. Bizning tildoshlarimizga yo'q. Ustoz bir gizayling qani nima gaplar bor. Mana bu yerga Oltina deydi. Oltina degan joyga butun turklar, shu qadimiy kelgan turklar hammasi shu yerga yashaydi. Shu yerga uy joyi bor. Mana shu bozorga keldik. Mana ko'raylik qanaqay bu yerga o'z qarindoshlarimizdan, tildoshlarimizdan yo'q ekan. Boshqa insonlardan qana ko'raylik, so'raymiz. Men mana bo'lingizlar. Ama bu nimani? Bunu qarang, nima raqam oilaliydi gerçekten. Tildoshlar, biz ham Oltinaga keldik. Oltinaga bunday yaxshi joylari yo'q ekan. Shu yerga albatta turklarni Turkiya, kichkina Turkiyasiga keldik. Ustoz gasi berib biz bunda ko'rilayotgan joylari ham yo'q, sizlarga olib ko'rsatsak. Mana bir bobo to'lay chalyapti. Voy maşallah. Vay. Yalaki firmardolik qilib yuribmiz har yerga. Qaysiga inamiz? Mana beram Hamburg. Bir manzarali yeri. Bu kadar manzarali ham emas. Ko'pirni itlar. Qayerda itlar tuzatibdi? Yo'q, shu ko'prikda. Shu ko'prikda. Itlar tuzatibdi. Mana shu ko'pir. Ha, joni chiqsin bu itlarni. Qaysi? Mana qarang shu ko'pirni. Yo'q ya. Bering. Itlar tuzatib ketmiş. Ne olmuş? Itlar tuzatib ketmiş ko'prikda. Tilloshlar bu yerga bir jolib narsa bor ekan. Mana bu yerga bir suv borda. Mana bu yerga bir suv borda. Bilasizlar bu yerga nima o'ylayotgan? Ertaga bilan olmonlar ko'y qilgan tursa, siraga to'xtayotgan. Sonra shu yerga kelib mana shu suvga bir kallasini tiqib olayotgan qaysi. Ya'ni o'y qilmoqsin deb. Jolib ya. Tilloshlar bilasizlar, mana shu yerga 2 dona sher qo'yilgan, 2 dona arsalon. Buni bir dastoni bor deydi.
Dastoni shu deydi, bir kilisoda. Shu bir zamoniga bu kilisoni qo'riyga, o'sha qadim zamonlarga. Ular shu kilisoni qo'rimoq bilan nimasi bor ekan. Sonra bular shu yerga o'yladi. Sonra bularni ustoz akalarini shu yerga nima qilib qo'yib, tuzatib qo'yibdi. Xo'p, kilisoni ichiga keldik. Aytasiz, o'sha podishani qizi kelib bergan. Yo, hali ishlarsa anlatmay, film mardonligi olib batibsizmi qarang. Tamom yolg'onlaringizni men nashr qilaman. Gerçekten ya. Bularni buni sevil qolganlari ko'rilib o'tiribdi. Olsa yaxshi kelarmikan? Ochib qo'yibdi. Bu nimalarni sevil qolganlarini ochib qo'yibdi bir xil bilan. Qarang, bularni. Bu bir baliq tutib to'xtabdi. Bu kuzasiga suv to'kib atibdi. Mana bu qo'liga bir narsa tutib o'tiribdi, bilmayman nima, tovoqmi? Mana bu yerga. Mana bu ham oynasiga qarab o'tiribdi. Sehrboz deymi, nima deydi? Mana bu ham qoyig'i qo'liga qoyig'i bilan urinib o'tiribdi. Mana bu ham malikami? Qo'liga bir gulmulmi nimasi bor, asomasosi bor.